Afsona Marcelo bunaqasi kamdan kam keladi do'stlar. Unga menimcha boshqa klubning muxlislari ham shundoq soat 1 da bo'lsa ham o'rinlaridan turib qarsak chalib qo'yishsa bo'ladi. Maestro futbol faoliyatini yakunladi va tabiiyki kim bilan xayrlashib ketish kerak? Kim bilan xayrlashib ketish kerak? Santiago Bernabeu bilan xayrlashib ketish kerak. O'g'li ham o'ynaydi. Ikki maestro. O'yindan oldin boshqacha bir tadbir amalga oshirishdi. Bu ta'sir qiladi baribir futbolchilarga. Real Madrid muxlislari har kim ketdi endi ketadigan joyiga hozir mana bu kadrlar